O'rtoq, ichki kiyimlarimni yuvib bermaysanmi? Tushunmadim. Unaqada har kuni 3 mahal ovqat qilib ber. Sen g'alati olmasmisan, o'zingdanmisan? Kechalari uxlamasdan bolalarimga qarab chiqasan, pampersni almashtirasan, suv desa suvini berasan, nimadir yegisi kelib qolsa olib kelib berasan, ertalab bog'chaga olib borasan. Bo'ladimi? Men seni nima qulingmanmi, cho'ringmanmi? O'zingdanmisan sen? Lekin shu ishlarni o'rtoq ayolim har kuni qilib beradi menga. Har kuni mana shu narsa 5 yildan beri takrorlanadi. Lekin biror marta cho'ri yoki o'zini xizmatkor sifatida ko'rmadi. Ko'ryapsanmi o'rtoq? Sen yana aytasan, mazax qilasan, xotin qulisan, xotiningni chizgan chiziq bilan chiqmaysan deb. Men qara, tobutingga bor-ku, ertaga o'lsang biz ko'taramiz, o'rtoqlaring ko'taradi, xotining ko'tarmaydi. Ha, do'stim. Avval men o'lamanmi, sen o'lasanmi? Bu faqatgina yolg'iz yaratganga ayon o'rtoq. Yaxshi inson bo'laveraylik, tobutimiz yerda qolib ketmas. Lekin shu ayollarimiz kasalmizmi, sog'mizmi, yaxshimizmi, yomonmizmi, doimo yonimizda turadi.